bolalar nima qilishyaptimi? Yig'lashyaptimi? Ha? Nima deyishyapti qizim? Ha? Yig'lamang qizim. Siz halichi shunaqa chiroyli qiz bo'lasiz, yaxshi o'tib ketasiz, xo'pmi? Siz hech kimni gapiga quloq solmang, bo'ptimi? Biz mana shunchamiz Allohdan so'rayapmiz, siz yaxshi o'tib ketasiz, qizim. Yig'lamang, qarang-chi, kulingchi. Qayeringiz og'riyapti qizim ko'proq? Nima bo'lyapti? O'zingiz bilmay qolyapsizmi? Ashunda qayerlaringiz og'riydi? Qayerlaringiz ko'proq og'riyapti? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Mana aziz birodarlar, bugun yana bir oilada sizlar uchun video murojaat qilyapmiz. Inshaalloh bugun Alloh taolo siz bilan bizni shu oilaga bir xursandchilikka sabab chiqdi. Azizlar, shu oilada mana o'zingizlar ko'rib turganlarda hozir mana hojixonamiz sizlarda iltimos qilib ko'z yoshlari bilan yordam so'radi. Bunga befarq bo'lmanglar. Albatta shu singlimiz asmo kasalligi bilan og'riydigan. Bu kasallikda juda ko'pchilik bilsa kerak. Albatta akalar, bu kasallik to'g'risida ma'lumot bersak, kislorod ololmay qoladigan, havo yetishmasdan juda og'ir holatga keladigan. Juda ko'pchilik o'zi bilsa kerak. Kelinglar, Alloh taoloning roziligi uchun sizdan bizni bugun cho'ntagimizda 100 so'm, 50 so'm pulimiz shu singlimizga to'pon juda katta yaxshilik bo'ladi. Kelinglar, shu singlimiz ham kattaganda qoriya musulmon qizlardan bo'lsin. Singlimiz uchun yordam beramiz degan aka birodarlarimizga aloqa chiqish uchun telefon raqamlarimiz 551 888 169 raqamlariga WhatsAppdan ham aloqa qilsangiz bo'ladi, hamda shu raqamlarimiz M-Bank kartalariga ulangan. 551 888 169 raqamlari. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.